Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan vitaminlarning bizga qanday foydasi borligi haqida gaplashib o'tamiz. Video yoqqan bo'lsa, podpiska bosishni unutmang. Xo'p, birinchi vitaminimiz bu vitamin A. Ko'rish uchun juda ham muhim vitaminlardan biridir. Vitamin B1 energiya uchun kerak. Vitamin B2 o'sishimiz uchun, ya'ni inson ulg'ayishi uchun aynan shu vitamin zarur hisoblanadi. Vitamin B3 bu moddalar almashinuvi uchun. Vitamin B5 gormonlar uchun kerak hisoblanadi. Vitamin B6 esa immunitet, ya'ni aynan shu vitamin orqali biz immunitetimizni shakllantiramiz. Vitamin B7 teri va sochlar uchun juda ham muhim hisoblanadi. Bu vitaminni qabul qilganimizda bizdagi teri ham, sochlar ham mustahkamlanadi. Vitamin B9 hujayralar uchun juda ham zarur hisoblanadi. Vitamin B12 juda ko'pchilikka tanish. Vitamin B12 aynan asablar uchun kerak hisoblanadi. Vitamin C esa yaralarni bitishi uchun juda muhim vitaminlardan biridir. Va bugungi kunda ko'p bolalarda uchrayotgan suyakdagi mo'rtliklarni yuzaga kelishini oldini olish uchun vitamin D vitamini aynan shularni oldini oladi va biz doimo vitamin D ni iste'mol qilishimiz kerak. So'nggi vitaminimiz bu vitamin K hisoblanadi. Vitamin K ni iste'mol qilish orqali biz o'zimizdagi qonni normaga keltirib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.